Agar sen Barsada o'ynashni istasang, unda 100% chin qalbingdan harakat qilishing kerak. Men hozir va kelajakda kim biz bilan birga bo'lsa, shuni aytishni xohlayman. Sen klub ranglari uchun yashashing kerak. Aynan shu men har doim ko'rishni xohlaydigan narsa. Hansi Flik hayotidagi eng qattiq ranjish ro'y berganini aytdi. Gap shundaki, Barselonaning yosh yarim himoyachisi Dro Fernandes Flikka klubdan ketish niyati haqida aytgan. Sabab juda kuchli raqobat. Barselona esa uni iloji boricha olib qolishni xohlamoqda. Dro 18 yoshga to'lganda u bilan shartnoma uzaytirish rejalashtirilgandi. Bu jamoa Saudiyadan qaytishi bilanoq sodir bo'lishi kerak bo'lgan. Flik Droni juda qadrlashiga qaramay, yarim mavsum davomida unga bor-yo'g'i 146 daqiqa o'yin amaliyoti taqdim qildi. Yosh talantga hozirda Chelsea, Manchester City, Borussia klublari qiziqish bildirishmoqda. Paris Saint-Germain jamoasi futbolchi bilan aloqaga chiqqan. Ma'lumotlarga ko'ra, Droning o'zi ham aynan Parijga ko'chib o'tishni xohlamoqda. Flik Droning qaroridan juda qattiq ranjigan. Nima deb o'ylaysiz, u Barsada qolib imkoniyat uchun kurashish kerakmi yoki ketib o'zini ko'rsatgani to'g'rimi?